Assalamualaikum. Hammaga salom qadrli aholi. Sizlar bilan men Relet. Meine Arbeit für richtig hältst. Mavzudan chetlashib ketib qoldim. Mayli, mavzuga qaytamiz. Xullas, men o'tgan videoda sun'iy intellektlardan topshiriqlar oldim. Videoning oxirida tomoshabinlardan topshiriq berishlarini so'rab qoldim va menga 4 ta topshiriq keldi. So'rovimni chetda qoldirmaganlar uchun rahmat. Topshiriqlarning ichida challenge 100 kun hardcore degan topshiriq keldi. Bu qisqa videoga ketadigan emas edi. Shu uchun mana shu topshiriqni video qilib chiqarishga qaror qildim. Ya'ni qismlarga bo'lib 100 kun yashayman yoki yasholmayman. Shunaqa qilib video qo'ymoqchiman. Bugungi videoda esa qolgan 3 ta topshiriqlarni bajaraman. 20 daqiqa ichida to'g'ri bedrockga qazib tushing, hech qanaqa instrumentlarsiz survival. O'zi buni iloji bormi? Minecraftda yerni buzish juda ham oson, ammo uning tagida tosh turadi. Minecraftda oddiy toshni sindirish 8 soniya vaqtni oladi. Minecraftda 10 ta toshni sindirish 80 soniya vaqtni olar ekan. 10 ta tosh misolida ko'rsatyapman. Minecraft dunyosida 10 ta toshdan ko'proq toshlar bor. Undan tashqari Minecraft dunyosida qattiq toshlar ham bor. Ular oddiy toshlardan keyin chiqa boshlaydi. Ularni sindirish esa 15 soniya vaqtni olar ekan. Uning 10 tasini sindirish esa 150 soniya vaqtni olar ekan. Ularning yig'indisi esa 230 soniyani olar ekan. Toshlarni effekt bilan sindirish ham hech qanday foyda bermaydi. Lekin buni bajarishda iloji bor ekan. Buni bajarishga esa attiga 4 soniya vaqt ketdi. Challenge bajarildi. Menda qaysi kartada qilinishi aytilmagan edi. Shuning uchun bu challenge bajarildi. Balki buni qilishni iloji bordir, lekin men qilishga harakat ham qilmadim. Chunki bu o'xshamasligini oldindan bilar edim. Navbat 2-challenge-ga. Sizga shart 20 daqiqada olmos toping. Xullas, mana qadrli aholi, men temirdan narsalar olib olaman, chunki temirdan rivojlangancha ancha vaqt ketib qolar edi. Lekin meni bitta narsa qilyapti. Men olmos topa olamanmi? O'zi men umrimda olmos topmaganman. Bunday qaraganda, ya'ni olmos qazib olmaganman. Faqat sandiqlardan yoki biron nimadan topganman. Chunki men shu paytgacha ijodiy rejim o'ynaganman. Mana shu yarim yil ichida server, hardcore survival o'ynayapman. Yana ham bilmadim. Yana mana shunaqa yer tagida olmoslarni kreativda uchratib qolganman, lekin olmaganman. Chunki men o'sha payt faqat kreativ, ya'ni ijodiy rejimda o'ynaganman. Menga ko'proq qishloqlarda rivojlantirish va mod o'ynash yoqadi. Qo'shimchasiga video olish ham men ko'pincha Minecraftni video olishga ishlataman. O'zi temir kirka bilan ba'zir buzilyapti-yu, qo'lda qanday buzardi menga qiziq. Mana ishonch hosil qilinishi uchun sekinlashtirilgan tasvirda ko'rsataman. Mana o'zi ba'zir buzyapti, lekin qo'lda aniq buzolmasdim. Lekin mana olmos qancha umrida birinchi marta olmos topayotgan odam reaksiyasida bu. Olmosdan daraja ham tushgan. Umrimda olmos kamlamaganman-da. Endi olmosdan daraja tushgan. Voy, gap yo'q. Nechta olmos topdim? Bitta joydan 8 ta olmos. Ana endi men professional o'yinchi deb hisoblayveringlar. Olmos topdim. Hech kimning qo'lidan kelmay olmos topish. Xullas, bu shart ham bajarildi. Mana do'stlar, 1,5 daqiqada olmos topdim. Hech kimning qo'lidan kelmaydi. 1,5 daqiqada olmos topish yoki olmos topish juda ham oson. Uchinchi shart esa 15 daqiqada Ender ajdarxoni o'ldir deyilgan. Xullas, mana do'stlar, tish tirnog'imgacha qurollanib ajdarxoni o'ldirishga keldim. Sizlar esa obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Xullas, men ajdarxoni qo'qib tashlayman. Chunki menda sehrlangan bronyalar bor va sehrlangan qurol-yarog'lar bor. Bu qurol-yarog' esa Nezritdan yasalgan. Nezrit esa eng qattiq narsa Minecraftda hozircha. Ikkinchisi, men qutulib qolish uchun ko'z va suv ham olganman. O'ylashim bo'yicha ajdarxonni o'ldirish ham juda ham oson bo'ladi. Easy. Hech kim hech nimani ko'rmadi deb umid qilaman. Yo'q, bilmasam u qoldi. Osongina
Men prosta ajdarhoga rahm qildim. Xullas, ana endi meni birinchi ishim bu kristallarni sindirish bo'ladi. Meni arbaletim juda ham zo'r kuchaytirilgan. Lekin sizlarga bitta narsa aytdik, kamon musor. Tan olinglar, kamon musor. Arbalet legenda do'stlar. Arbalet legenda. Yozib ketinglar arbalet legenda deb. Kamon esa musor deb yozib ketinglar, addushi. Yana uni qafasi bor ekan. Men uni ochiq deb o'ylabman. Agar yana challengingiz bo'lsa yozib keting. Challenge bajarishda davom etaymi yoki boshqa videolar qilaymi? Xullas kommentariyaga yozing. Mana shu joyini aniq kommentariyaga yozing. Mana shu joyini so'rovimni albatta yozmasangiz bo'lmaydi. Men bu ajdarni juda ham easy tarzda o'ldiraman. Bu ajdar menga zarar bera olmaydi ham la'nati. Nechta jon bor? 300 ta deb eshitganman men bu ajdarni jonini. Mana bu challenge ham bajarildi do'stlar. Mana do'stlar, men bu topshiriqni 8 daqiqa ichida uddalay oldim. To'g'risi uddalay olmayman deb o'ylagan edim boshida baribir. O'zimni zo'r ko'rsatish uchun maqtangan edim. Men hamma darajalarga yig'ib olaman. Endi ajdar yo'q. Menga uchala challenge ham yoqdi. Ikkitasi Minecraftdagi bilimni oshirsa, bittasi Minecraftdagi jang salohiyatini oshirishga yordam berdi. Eng qizig'i bugun men birinchi marta olmosga biladim. Bu kishining ham topshirig'i chekkada qolib ketmaydi. Buni ham albatta alohida video qilib qismlarga bo'lib chiqaraman. Sizlar bilan Relit Gamer'da keyingi videolargacha sog'lik omonlikda ko'rishguncha videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying.